Hammaga salom aziz obunachilar. Bugun sizlar bilan men Rockstar bo'laman. Bugungi videomizda biz mana shu oddiy survival qilamiz. Qaysi versiyada o'ynayotganimni aytaymi? 1.5 versiyada. Shuning uchun iltimos obuna bo'linglar. Keyin obuna bo'linglar, like bosinglar. Stream boshlandimi hozir? Rostmi? Boshlanibdi. Boshlangan ekan. Xo'sh, hammaga salom obunachilar. Bugun sizlar bilan men Rockstar. Bugungi videomizda biz ya'ni oddiy survival qilamiz do'stlar. Bugungi videomiz shundan iborat. Men oddiy survival qilaman. Iltimos qo'llab-quvvatlang, like bosinglar, obuna bo'linglar. Men yana bitta video chiqaraman. Do'stlar, hattoki Minecraftni Javaga aylantirish videosini ham hali chiqaraman. Sizlar bilmasanglar. Modni ham sizlarga ko'rsatib beraman qayerda lekin obuna bo'lsanglar bo'ldi. 50 ta like va 100 ta obunachi bo'lsa, albatta men o'sha Minecraftni Javaga aylantirish versiyasini kompyuter versiyaga aylantirishni ko'rsatib beraman. Shuning uchun iltimos like bosinglar, obuna bo'linglar. Agar tezda obuna bo'lsanglar, tezda bu o'sha videoni chiqaraman. Iltimos like bosinglar. Xo'sh, unda boshladik. Xo'sh, birinchi ishim daraxt chopishdan boshlandi. Ya'ni daraxt. Xo'sh, allaqachon kirgansiz do'stlar. Men ozgina videoni o'tkazib yubordim, chunki zerikali bo'lmasligi uchun. Xo'sh, unda olg'a qiziq, qaysi go'rda paydo bo'ldim men junubsin. Mayli, toshga ulashib boshladik. Toshga ulashni boshladik. Yo'mayo, lavani qaranglar do'stlar. Xo'sh. Jim turganimga iltimos do'stlar e'tibor bermanglar, chunki men jim turishni yoqtiraman. E'tibor bermaysiz degan umiddaman. Xo'sh. Do'stim bo'lmagani uchun men ko'p gapira olmayman, chunki do'stim yo'qda yonimda, bo'lmasa juda ham zo'r bo'ladi. Hali do'stlarim bilan jang qilish videosini ham chiqaraman do'stlar. Like bosib, ko'p like'larni ko'paytirib tashlasanglar. Nimaga sen 1.16.221 versiyada o'ynamaysan desangiz, men u versiyadan jonga tegdi, ya'ni bu versiya jonimga tegib ketgani uchun menga yoqmadi. Shuning uchun xotiramga ham ta'sir qildi, shunaqa bo'lib qoldi. Shuning uchun shu versiya juda ham eskiroq versiyada. Men hali ko'p o'ynayman bu versiyada. 1.5 versiyada. Albatta men telefonim qotishini yo'l qo'ymayman. Aytgancha do'stlar 1.21.131 versiyali Minecraftni yuklab oldim. Qayerdan yuklab oldim desangizlar, men Google'dan yuklab oldim. Google Play deb eshitmanglar, Google'dan yuklab olsa bo'ladi. Albatta Telegramga tashlab qo'yardim, lekin o'sha Telegram hali ochganim yo'q. Ochsam albatta tashlab qo'yaman. Mana kirgan ham shunda. Xo'sh. Versiyaga qo'yamiz va boshlaymiz ishimizni. La'nat, men nimaga cho'p yasayapman, hayronman. Yana kallam ketib qopti. Birinchi ishim kirgan bilan bolta yasashdan boshlandi. Do'stlar, nimaga qilich yasaman deysizlar? Mayli, qilich yasayman. Qilich juda ham kerak bo'ldi. Qo'sh qilich unday yasadim. Qaniydi paqirim bo'lganda men lavani olib ketadigan bo'lardim. Mayli, ozgina daraxt qo'yamiz. Bu daraxt qayerda o'sgan bu? Hayronman. Birinchi marta ko'rishim bunaqa tog'lar daraxt o'sishini. Tog'ni ustiga
o'sganini ko'rganman, lekin Minecraftda ko'rganman. Lekin bunaqa tog'da qirag'i chekkasidami shu yerda o'sgan birinchi marta ko'rib turibman. Ikkita daraxt ortib qolibdi. Ularni ham eklab olamiz. Shuna qilib tayyor. Xo'sh, do'stlar, hali videolarni ko'paytirib boraman. Video negadir kam chiqyapti do'stlar. Ishlarim juda ko'pda, shuning uchun kam chiqyapti. Albatta ko'paytiraman videolarimni. Albatta ko'mir kerak. Do'stlar, ko'mirlarni olmasa bo'lmaydi. Ko'mir pechkaga kerak. Pechkada narsa qizdirish uchun taxta kerak bo'lib qoladi. Shuncha mehnatimni yo'qotib o'tiraman sarf qilib. Shuning uchun ko'mir qazib qolganim yaxshi. Yelana tanonma qo'ymiz. Do'stlar, Master degan YouTuberni ko'rganmisizlar? Master. O'sha YouTuber mashhur bo'lib ketgan ekan. Mashhurmi? Kompyuterda o'ynaydimi shu biladim. Ayronman. Umuman kompyuterda o'ynaydimi yoki telefonga klaviatura va mishka o'rnatib o'ynaydimi bilmadim. Umuman bilmadim-da unga. U kompyuter olmagandi hech qachon. Kompyuter olmovdi, lekin bilmadim. Javob bergani shu telefonda yoki kompyuterda o'ynayotgan bo'lishi kerak. La'nati. Do'stlar, Minecraft qotqob ishlayapti. E'tibor bermaysizlar. Hali ko'p videolarni chiqarib boraman. Shunda boshladik. La'natdan nima bo'lyapti? Jinarson qorong'i tushdi. Son bilaga bo'laman buni. Yo'q, qo'y topdim. Mana hayot birinchi marta qo'y topdim deymi? Qo'y topdim. La'natli zombi qo'lyapti, qochish kerak. Do'stlar, men hali hech qanaqa g'irromchilik qilmaganman, qilmayman. La'nati. Yo'q qil shu yerdan, la'natli zombi. Meni kim chaqirdi o'zi bu yerga? Meni qachon ko'rib ulgurding sen? Umuman. Endi olib uchirib yuboraman men bu zombini. Xarallashiga bilaverman endi. Umuman do'stlar, men hali konga tushish niyatim yo'q. To'xtanglar, tosh 55 ta tosh. Qaranglar do'stlar, fox. Yana bitta yo'q. La'nati. Bittagina tayyor. Qaranglar, taxtadan ham 55 ta, toshdan ham 55 ta yo'qdimi? Juda zo'r, o'zim o'ylab topdim. Xo'sh, endi tezroq chiqamiz bu yerdan, hoziroq. Xo'sh. Qiziqim. O'rgijak menga yopibdi. La'nati, zombini bolasini o'tirib olibdi. Birinchi marta ko'rishim emas, ikkinchi marta qoch. Qaraymiz. La'nati. Qoch. Lava to'g'ri qoch. La'nati. Rahmat ey. Qoch. La'nati, hozir o'lsam tamom bo'laman, lekin la'nati. O'zimni o'rab olishga ulgurdim. Jimgina shu yerda o'tiraman, bo'ldi. Jim o'tiraman. Bir-birini urdirib qo'ydim. La'nati. Gelatin.
oynatdi. O'zicha kam qoldi. Yo'q, faqat bo'yaman. Buni qarashimiz kerak. Ana uçurib yubordim. Do'stlar, jim turganiga e'tibor bermang. Bilasizlar-ku, men jim turishni yaxshi ko'raman. Ya'ni jim turib o'rganib ketaman. La'nati, skletomu o'tdi ya. Boy. Bu mo'ljallarga qon ketdi hozir. Aslida rejimda ham hali o'ynashim mumkin. La'nati, bunisi. Yo'q, qoch. Yo'q. La'nati. Jinosan. Of. Olma. Olmani ol, tezroq. Oldim. Olma kerak do'stlar. Men hali oltin olmaganman, tushungandir. Kimlar deydi chunki oltin olmani sog'lab qo'yaman. Agar ovqatim yo'q bo'lsa, olmani yeyman. Boshqa yedim yo'q, qoch. Mayli, boshdan boshlaymiz hammasini. La'nati. Qo'rqib o'rda. Shunaqa chiqishini yaxshi ko'raman-da. Qo'yil. Xo'sh, do'stlar, men hali Javada ham o'ynayman, boshqa. Javada do'stim bilan o'ynashim ham mumkin. Xo'sh, yetarlicha daraxt topish kerak. La'nati. Hali men Muhiddin degan do'stim bilan ham o'ynay olaman. Va Bekzod degan do'stim ham bor. Shular bilan ham hali o'ynayman Minecraftni. La'nati. Jinosin. Allah'ist ko'rdinglarmi do'stlar? Bu la'nati ikki dasga berishmi? Yo'q, kebilgirda qoch. Yo'qlar yo'qol. Mana shunaqa o'ldirish kerak, shunaqa. Yo'q, bitta skeletmi? Yo'q, qoqishimga to'g'ri keladi bularni. Hozirroq ozgina cho'p yasaymiz o'zimga. 8 cho'p yetadi. La'nati, yana senmi? Qol la'nati. Yo'q, qol. Sabzi tushdi. Ikkinchi darajaga chiqdim. Yo'q, qoch. La'nati, ikkita jonim qoldi. La'nati. Yo'q, bitta jonim qoldi. Nima qilish kerak? Hayronman. Yo'q, yarimta jonim qoldi. O'lgimcha yo'qmasa yo'q. Xitoyga borasam yo'q, shundaymi? La'natda bu videoni survival qilamiz desam, hammasi rasvo ketdi. Do'stlar,
La'nati. La'nat o'rgitsak. Chekka. Bora. Yo. Qoch. La'nati. O'lsan tamom bo'laman-ku. Creeper ham kelyapti orasida. Yo'qol Creeper. Yo'qol. Do'stlar, endi xayrlashadigan paytim keldi. Nimaga survivalda o'yna olmadingiz desangiz, men negadir Minecraftni endi o'ynashni boshladim. Men video olib Minecraft o'ynashni bilaman. Men o'lib qolishni 5-6 marta o'lib qolganman lekin albatta men o'sha Minecraftda ya'ni survival qila olaman. Albatta qilaman do'stlar. Iltimos, agar like 100 ta bo'lsa va obunayam like 50 ta obunachi 100 ta obunachim bo'lsa, sizlarga men albatta o'sha Minecraftni Javaga aylantirishni o'rgataman. Shuning uchun iltimos like bosinglar, obuna bo'linglar. Men hali juda ko'p video chiqarishni boshlayman. Shuning uchun iltimos obuna bo'lib qo'yinglar kanalimga. Yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'linglar. Va men xayrlashaman.